Yo, kelin oldin ham icharmidingiz? Yo'q, dadajon, toksikozdan keyin shunaqa bo'lib qoldim lekin. Yomon yoqbatdi. Gap yo'q. Dada, nima qilyapsizlar? Bunisi nimasi endi? Ko'rmaysan bolam? Taksikoz. Taksikoz, aroqqa ham taksikoz bo'ladimi? O'zi pivoga dedi, prosta pivo yo'g'iga aroq olib kelin, birga bo'lsamiz. Aytgancha, tuxsa bitta bachasidan berasan-da zo'r ekan. Bilganlar edi qilinglar. Yo, endi bacham, nabiraysiz uchun deyapsan-ki, salga sharmanda ham bo'lyapman-da. Buni yumshoqqina ekan bu. Hayotimda ikkinchi marta bunaqa yumshoq narsa ushladim. Bo'ldimi kelin? Rahmat dadajon. Mayli. Bolam, dada. Xotining taksikoz qachon tugaydi? Hali 2 oy bor, endi boshlandi-yu dada. Yo'q. Ha. Rahmat. Unangni. Ha, dadajon, nimaga asab qilyapsiz? Kelin ko'rmaysizmi? Mana bu shaldiroq arava jonimga tegib ketdi. Shundoq sotib olib, Qashqadaryodagi avtomilliondan bo'shlanish 10% Cobalt pirop ekan. Bitta bo'z yo'rsammi deyapman. Zo'r o'ylabsiz dadajon. Как раз navariyangiz olib chiqqani yangi mashinamiz bo'ladi. Shirin o'zida o'ylaysiz, kelin. Ish qilib naviram tug'ilib qolgancha, men ketib qolmasam bo'ldi. Kelin, bu aytayotgan narsangiz menga umuman to'g'ri kelmaydi. Meni sharmanda qilmoqchimisiz? Dadajon, iltimos, nevarangiz uchun. Men buni bir o'zim qila olmayman. Birga qilamiz. Ahmad, kutyaptimi? Jo'rajon, naviram uchun.